Nima uchun qizlarimizda hayz kelishdan oldin kuchli og'riq bo'ladi? Men sizlarga hozir buni tushuntirib beraman. Har bitta ayolda regular har oyda hayz sikli menstruatsiya keladi. Birinchi fazada o'zini gormonlar ishlab chiqariladi hamda ikkinchi fazada hayz paytida og'riq bo'ladigan qizlarimizda ikkinchi fazada progesteron gormoni ishlab chiqarilishi kerak. Shu gormon yetarli darajada ishlab chiqarilmaganda prostaglandin oshib ketadi hamda qizlarda kuchli og'riq bilan menstruatsiya keladi. Bunaqa paytda bizani qizlarimiz doktorlarga borishga, murojaat qilishga uyalishadi. Chunki qiz bola men hali turmushga chiqmaganman yoki ota-onalari uyalishadi qiz bolalarni doktorlarga olib borishga hamda o'zboshimchalik bilan og'riq bo'lganda og'riq qoldiruvchi dorilarni ichib yurishadi. Bu aslida faqatgina davo muolaja emas, faqat og'riqni qoldirish. Agar vaqtida shifokorga murojaat qilmasangiz, keyinchalik ham turmushga chiqqaningizda muammolar kelib chiqishi mumkin. Masalan, bepushtlikka ham olib kelishi mumkin. O'shaning uchun hurmatli ota-onalar, qizlar, uyalmasdan vrach, akusher, ginekologga ko'rikka boringlar.